Mujiga yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Bir tema bilan chiqaman. Juda ko'p kishi pul so'rab yozadi-da, yosh bolalar. Yosh bolalar ham, kattalar ham harakat qilish kerak. Pul topishlikka harakat qilishlik kerak. Maksimal harakat qilish kerak. Birovdan qarzdorlik yomon narsa. Qarzdorlik jistoga so'rab olinadi qarzdorlik. Mayli, kerakdir, inshaalloh yordam beramiz. Любой tomonlama, pul bo'lsa pul tomonlama, biron narsa pul tomonlama yordam bera olmasak, tushuncha berishimiz mumkin, nimadir narsa tushuntirishimiz mumkin. Aytmoqchimanki, qarzdorlik yomon narsa. Birovdan qarz bo'lmaylar. Iloji boricha birovga muhtoj bo'lmasin Alloh. Birovga muhtoj qildirib qo'ymasin Alloh. Harakat qilish kerak, o'zlari ishlab, nimadan bo'lsa ham topib, pul topib ishlatishga, nimadandir harakat qilish kerak. O'tiraman pul so'rab yozishadi. Keraksa, kerak emas narsaga ham osonga o'rganib qolsanglar qiyin. Hammadan qarzdor bo'lsanglar, biron joy kattaroq kurukka gapira olmaysizlar. Kattaroq gapira olmay, gaplar o'tmay qolayotgan bo'lib qolasizlar. Pul so'ravermanglar hech kimdan.